Enjürni şapılaq bilan urmayısınız. Naqş aytqanda avazınız qaymaydi qatarlıq. Doğruluk xəbərlər. Taqqı çıxdım tankıda, pulunu koydum bankıda. Bala qilish iş telefon nomeri. Yo sen ba çi eşekizden keçir.大家收看阿必得快乐100%栏目，我是节目主持人热米拉，我是主持人买买提江，欢迎大家的到来。欢迎。Hammamizga ma'lum bo'lganidek Küldür programmasi Markaz Avtonom rayonining turlik afzal siyosatlarining turkisida maydonga kelgan. Avtonom rayonlik teatrchilar jamiyati bilan Qo'rg'os Rishin Tianshan madaniyat tarqitish shirkati va Xinjiang Eiffel madaniyat tarqitish shirkati birlikda uyushtirgan Xinjiangdagi eng cho'ng komediya sahnasidir. Bu programma güzel eslimelerge to'lgan oldingi 3 qarorlik musofasini g'albilik besib o'tib, xalqqa yaqin bo'lish, turmushga yaqin bo'lish prinsipi bo'yicha o'zliksiz yangilik yaratib, har millat xalqining ma'naviy madaniyatini beyitib keldi. Biz yaqinda ochilgan partiya 20 qurultiyi va markazning Xinjiangni madaniyat orqali oziqlantirish siyosatining kuchli ruhiy va parlaq nuri ostida texmo hayratga kelib, san'atsevar korxonchilarimizning qizg'in qo'llashi bilan 4-qaror Abida Küldür programmasini suratga olyapmiz. Men mushu xushalliq damlarda programma guruhimizdagi barliq xodimlarga vakolatan programmamizni qo'llagan barliq do'stlarga minnatdorligimni bildiraman. Rahmat sizlarga. Yana bir alaylı bir numara bo'lib qoldi. O bo'lsa-mu bizning Abida Küldür bu programmamizda qo'llab kelayotgan san'atsevar bu korxonchi do'stlarimizning ichida bu korxonchiligimizga vakolatan yana bir mahir chiqib qoldi. Qani bu mahirimiz balkim kimdaqicha aranglarda qarasanglar bir sonlik kam otan tagil chiqatdi talaga. Qani qizg'in alqishlarimiz bilan bu otanchini sahnamizga taklif etsak. Salam. Bizning hurmatga sazovar, bizning san'atimizni taraqqiy qildirayotgan, san'atsevar kishilarimizga zuq ato qilayotgan bizning faxrlik, suyimlik, yuragimizni hurmat bildirib kelayotgan suyimlik ustozlar, tirishchan korxonchi do'stlar. Men bayatdan beri, mush program boshlangandan beri men shu korxonchilik sohasiga o'tgili 3 yil bo'ldi. Mush o'tanchidan iborat mush markani ro'yobga chiqarib, mana hozir sizlarning qatoringlarda korxonchilik o'rnida shu sifatda o'tiribman. Şoň burundan men kichigimdan shu sahnaning ustida cho'ngildim desam bo'ldi. Meninkimi bir o'zgacha bir so'z o'yini olib keldim bugungi shu programmamizga. Markaziy xalq radio stansiyasi. Hozir Xalq radio markaziy stansiyasining yaqindan yiroqchi bo'lgan anglitishni boshlaymiz. Oldi bilan programmamizning qo'yilish vaqtidan konkret tushuncha beramiz. Soat 16da san'at. Buningda kuchaning sopini yaxshi, dadamning xotini yaxshi nomli nashi musiqa bilan so'zlab turib boshlaymiz. Saat 16'dan 30 minut ötkende Hanım Kızlar Dost programması. Bunun da Abdunum Raylık Simonut Saat işlep çıkargan Diba Güzülü namlık yüz sopunu barlık hanım kızlarımızın alıkışığa eriş namlık obzor. Saat 17'de məxsus müzik anlatış. Bunun da ay çıktı asmanga, mantı çıktı kaskanga, ögzemdeki akışek tizeklepti posmamgı namlık müzik bilen başlayımız. Saat 17'den 30 minut ötkende Pen ve turmuş programımızı. Bunun da koyaşka kaşatkandan nimpaydısı. Şamal bilen boran erxutun mu? Enjürni şapılaq bilen urmayısınız. Naqş aytqanda avazınız qaymaydı qatarlıq. Doğruluk xəbərlər. Saat 18'de Abdunum aylık rəxtopta aqış bazarının ilanını anlatımız. Bazarımız yakında paldır, puldur, şaldır, şuldur rəxlərini bazağı sağan bulup, bu rəxlərimizin asas markası əppəm sən xitimləmə, əppəm sən əppirdiğen jigitlər Tigvalım namlıq rəxlər bulup, barlıq hanım kızlarımızın tanışıp durup sitölüşünü ümit kılımız. Saat 18'den 30 minut ötkende avaraydın məlumat. Bunun da Sibiriya'dan kirgen soğuk hava yıkımı nereye, keriye, çiriyelerini aylanıp ötüp şiddet bilen ucum kılıdı. Şunun için Kaşkay Xoten atışta kar arlaş alva. Aksu Küçağı kelpinde çamgo arlaş kahve yağıt. Simit Celsius gradus 0'den töven 4 gradus. Oruk Celsius gradus 0'den töven 2 gradus buludu. Hem de talepkarlarımızdan talebe binaen talep ve takdim sahipsini başlayımız. Bu sahipimizde Aksu olayı, Toksu olayı, Yoksu Kenet, Oksu Meclisi oturuşluk 90 yaşlık Tulçokan, Tılanlı Sahan'ın talebege binaen bu cihanның kızlık işleri köp işken,
Eşek arvaga tügünü çitip koydu iken, ayalım yamallap kelse, kıynapam ketip koydu iken namlıq şerini anlattım. Yeni radyo anlıqçılarımızdan yekennaye, alamet izaz, salamet genet, malamet məlisi oturuşluq, barlıq boytaq jigitlerinin televigi binaen takko tukko şehirlerimizin başlayımız. İgiz tirek, tirek peşide çilek, toykınmıgan jigitle xotun elişi kerek. Hakkı çıktın kıyıkta, suda haydap traktör, işçi ve mesenerke abide işçi şereptor. Acep açık aknavat, çay demledim tümürde. Çırayının rengi yok girin kılgın kömürde. Asman diki laçındek, çıkıvaptı pakıla. İştandın çıkıp kaptı jumpa yutula. Tak çıktım tankıda, pulunu koydum bankıda. Çoğun sezleydi ma adaş tınanmaydı mankıda. At minip sahrağı çıksan kamçı desten men bolay. Hemme xalqning közü sende öyden çıkmayacağım ottajma. Men etizda işlisem, zağrınanını içlisem, kosak toymaz puluğa umaç etip işmisem. Bir etizga gültirdim, bir etizga yögümeşler kurup gitti. Su yok. Dep tutsam istansım. Telefon urgandı ki men aldım telefonu. Yaxşımısınız? Yaxşı qaylan diktor. Men anamdan toğulup ta hazıra kadar burup koymay kosu jigentim. Silinin istansan aldı bir burutның tizimligi var mı da? Baba bir 38 yıldaki burutның tizimligi var anlap bakamsiz. Vay bir depikin akına. Uzun burut, kıskı burut, kang burut, ta burut, bon burut, şap burut, makan burut, teşan burut, tügün burut, ucun burut, oyun burut, soyun burut, öşkü burut, böğrü burut, öğrü burut, yolu bas burut, müşk burut, toşkan burut, şaşkan burut, on burut, son burut, ton burut, sim burut, müs burut dep cevap verdi. Cevapını berip bulap, emde siz bizning istansımızga telefon qıpsiz. Telefon qilganingizga rahmat. Telefon qilgankensiz, bizmi sizning kim ekanligingizni depdagi tizimli olayli. İsmingiz nima desem ilk adam Abdunur Muhammed, Tursun Taycan, Ümit Yıldız Bek, Mirza Muhammed, Kamal Paşa, kim soltek tutu kızlık deydi. Degan ki, yo, poyezdin vagondaki ismingiz var ekan sizning. Bo'pti. Davomliq istansiyamizga telefon qilishingizni umid qilamiz deb telefonimni qo'yib o'tiblar, yashanganlar uchun e'lonimizni boshlayapti. Texi yaqinda ma'lum bir dori zavodi galvanlarni aldaydigan Saqiyar markalik dorini ishlab bozorga soldi. Bu dorini yasagan doktor xalqaro doktor açtı mukofotiga. Bu dora doğru ütüp ketdi mukofotiga erishgan. Bu dora yaşanğanlardaki tug'maslik, uzunga mang'amaslik, balalarni baqamaslik, tamg'i yamshib chiqanmaslik, yangaqning ichida chaqanmaslik. Yana texi yaşanğanlarda ko'p ko'riladigan revmatizm, ko'zmatizm, quloqmatizm, putmatizm qatorliq kasalliklarni bir bosqichda davolab qaytadi. Endi yoshlar uchun e'lon oltimiz. Bu dora yoshlardagi tolğunup yatanmaslik, urushqanda tayoq yeb ketish, qish tutonlash, yozda talash, xo'sh o'g'anda kulib ketish, loyiq topolmaslikdagi kasalliklarni bir bosqichda davolab saqaytidi. Endi maxsus bovoq bolalar uchun e'lon oltimiz. Bu dora bovoqlardagi to'liq yig'lash, ona sutini tashlab kala sutiga xumavib qilish, o'zi yemaslik, kiyimini kiymaslik, oyog'ini itamaslik, opsini imamaslikdagi kasalliklarni bir bosqichda davolab saqaytidi. Endi maxsus eshak izlash e'lon oltimiz. Texi yaqindilar Qashqar viloyat Qog'iliq noya Loqiza Do'q Kanat yo'q ma'lisi o'ltirishliq bu oyning eshigi 15 kun ilgari nimishqi meni agvamaysa deb uydan tuyuqsiz yamallab chiqib ketib, ta hozir qadar qaytib kelmagan. Bu eshak bu yil 26 yosh, nervisi sel ojiz. Texi to'y qilmagan cho'kan eshak bo'lib, bu eshakning ustida qora ranglik nurki chapan, beshida qora ranglik nurki tumaq, putida taqamarkalik egiz boshliq cho'qayba. Bundaq eshakni uchratqushlarga Qumboy, Xoyanja markalik sut parashugi, Anliq er markalik Kralg'u, Say markalik Supöge hediya qildi. Aloqalashish telefon nomeri yo sen ba chichichi eshakizdan kechichi. Shuning bilan bu qitimliq anglitishimiz tugaydi, anglag'uvchilarimiz gap anglag'ach mugidaydi. Xayr, xushvaqt bo'lgaysizlar, qerib ushshaq bo'lgaysizlar. Otanchining o'tini ko'ymaydikan. Otanchining o'tini jangaldan kelgan. Otanchining o'tida köyep qasi gör ömrüde kızlar başkını söymeydiken otunu kattık otançı gör humari tatlık otançı gör köymegenge köymez söymegenni söymez men şundak otançı gör rahmet. Hoş. Ganican nayet yaxşı bo'lgan nomordan birini olib keldingiz. Programmamizni
qo'llab mishada markalarimizni tashviq qilib o'tiribsiz. O'zingizni ama şu ekran aldidagi ko'rganlarga yana bir tafsiliy bir tanishtirib o'tgan bo'lsangiz. Rahmat. Men necha yillardan beri bo'lib shu 2005-yillardan 2011-yilgacha ovoz artistlik bilan shug'ullanib, nurg'un filmlarga ovoz bergan bo'ldim. Çayxana programımızda bir qancha yil riyosatchilik vazifasini, qiziqchilik vazifasini o'z ustimga ilib, undan keyin hozir mana 3 yil bo'libdi. Mush o'tanchidan iborat mush markani ro'yobga chiqarib, o'tanchi kala go'shi Uyg'urxonimizni Şinjanның har qaysi joylaridagi 16 o'ringa tarmoq do'konlarimiz bor bo'lgan o'tanchi yemek içmek mulozimat cheklik shirkatini qurib shuni davomlashtirib kelyapman. Rahmat. Ana ustozlarimizningki qimmatli taklif fikrini anglab boqayli. Abdug'ani haqiqatanmi uzun bo'lgan bu hukmimizning to'nig'ida. Bo'libmi ma'lumotlar Çayxana paranglari degan programmada jiq to'nildi-ku bu. Ishqilib, tirishchan, faqat jib turmaydigan zodi. Mayli san'at sahnasida bo'lsin, ekranda bo'lsin, o'z degandek o'zini tunishtirdi-ku. Bu jihatda ham qobiliyat. Hamda sahnada o'zining shu so'z o'yinidagi qobiliyatini ko'rdik. Abdug'anining bir uslub. Eng muhimi, men Abdullah Xalmuratlardan o'qib baqsam, men bundan burun bek nim qilmagan ekan. Haqiqatan ham karxanchi qo'llig'ichi bo'lish salohiyati bilan ham sahnaga chiqib o artistlik salohiyati bilan chiqqan shu birinchi odam edi demoqchiman, ha. Shunday qolmadi, birinchi odam. Evet, yaxshi. Rahmat. Rahmat. Barakalloh. Abdug'ani sahnaga chiqayotganiga uzun yil bo'ldi, shundaqmi? Abdug'ani sahnalardagi jiddiyliklardan qutulib bo'lgan. Ma'nonqimi xeli ko'ni so'z o'yin ekan, xeli burunqi, xeli o'zing yodlab pishib xeli puxtunib bo'lgan, mayib ketgan so'z o'yin ekan. Buni mushu chambarakka chiqarib qo'yib ekan bir inimiz. Shuni o'qisamlar bir sahnada o'ynashga mos kelgandek tuyuldi o'zimga. Bu sahnaga mos keldiga o'xshaydi deb bir 3 kunda yodlab bo'ldim buni. Undan qilsa yodlab. Tüveldi o'yin qo'yayotgan vaqtda bir qandaroq bir inkas chiqar deb o'ynasam shunda yaxshi bir alqishlarga erishib mangan shuni bilan puxtlanganligi chiqib turdi hamda so'z o'yinlik. Sana hamda ko'p so'zlashning hojati yo'q. Ko'pchilikmi to'nib ketdi seni. Sahnalarda bo'lib, Çayxana paranglarida sen xeyli xizmat qilding. Davomli hamda men korxonchi bo'ldim deb bu ortiqchiliklarni tashlab etma. Har hal fursat bo'lsa chiqib turg'in. Mening shu ishni qilishimdagi maqsadim shu korxonchilik yo'lida bir iqtisodni yaxshiroq g'amlab, yanil oxirgi maqsadim o'zimning san'at kasbimga mablag' silish. Shu bu Abdug'anini men bek yaxshi ko'rman. O'zi degandek bu yo'lni menga baqqanlar shunda shu bildi. San'at degan bu butun dunyoning hamma yerida shu asosan pul xarjlaydigan kasb. O'zining ishini sifatli yaxshi qilay desa, iqtisodga berib taqilib qoldi oxir. Iqtisodiy ahvol buning to'zliqidek yetarli mablag' bo'lsa o'xshaydi ekan uchu. Shunda yetmasa butun aqlni, kuchni ishlat qolgan yeriga shu bir amallarni qilib ko'nglimizda bir yerlar kam işte ödep kitagashga shu bu elimizning bu deganning asosi va o'zi yaxshi ko'rdigan ish bo'lg'achqa pul tepib yana men bu san'atni undan qilma degani buni tek saqaymig'ini ifodalaydi. Bir hikoya bo'lsa tek yaxshi bo'ldi. Bir liniya bo'lsa yaxshi bo'ldi. Mana Çeşmike bu Çeşmike bu belki sorundakilarni kuldirishni asos qilgan bir narsa bo'lishi mumkin. Shu. Undan boshqa cho'ng ish yo'q. Bundan keyingisida ham daralda tal liniya bilan maqsad bir butun narsa bo'lsa, parchalanib ketmasa, ana keldi tanqid bo'lsa, hamma soha qo'shig'idek bir tem bo'lsa, keyingi sonlarda siz degandek yana boshqa nomerlar bor. Azroq radlab maslahatlashib turib, bunda narsalar bo'lish kerak. Endi sen ko'na shunda gap qilimchi bo'lgandiki, peshqadam gap qilimchi bo'lib qolding sen shuni. Bunda bir narsa bor. Ideya bo'lish kerak-da, kichkina bir kichik bo'lsin, cho'ng bo'lsin, bir davli bo'lish kerak. Shuningga tirishgan demakchi ham yordam fikri, bunda foydalanish fikri. Rahmat aka. Yaxshi fikr bo'ldi. Hamda korxonchi bo'lgandiki sizga
Biz şu otançı Uygur Hanısınınki 200 yıllık istimal kartısını yaxşı soğuk. Ben ömür boyu bakağa Tamak yedik. işsini özüne tamak Otançılıkını bədəmez ha ki. Sen ömür boyu beyde kalık göç Uygursunu. İşçi var bizden aşağısı. Biz yok vakti mi hatırlayacağım işçi ver. Yo'q, men manda qilib chiqib ketsam bo'lmoqda. Men bayatdim, badim emasmi bayatdim biri. Men shu aruslarga o'xshash xizmat qilganki, menga basim bu. To'g'ri. Biz beğenmeyimiz Endi demedik. bilmaysizlarmi? O biz bədik-ku. Yok biz beğenmeyimiz demedik de. İş kılıp ben sana şu Şinjan'ın hem negi var sana şu yerde bakalık şu utançını Uygursunu işçi var. Ben beğendim başını. Ma ballanım dedik ya. Abidenin sütü işkin batı demesi. Yo'q, bu bekor berdigan Sen emas. Muşan'ın Katar karxanjıganki talat deyişi olmamız. Do'koningizga opirib silangman deb o'ltasa shuni. Dal shunda demak edyaptim. Demak, Rahmat. Biz karxanchilar vakolatan shundoq bir sorunni qizitib berdingiz. 16 tarmoq do'kon bor dedingiz, ha? ha. Men shu bolalarni o'rnashtirsam, şu 16 tarmoq do'kondan qachon Bingshanlarning gayesi yangi, gayesi ko'no qolganlar bo'lishi mumkin. Abida sulam satmaydi. Abida ancha-muncha sovuq saqlash, langsan guylarni tam mulozimat qilamiz-ku. Biz shuningga amaliy sharoitga asosan qo'shqanatmi, taqqanatmi qancha litrliqi bo'ldi. Bir do'konlaringizga ani saplab, uning ichiga bizning mallarni saplab, ishlaringizning zanjirsimon do'konlaringizning texmi ko'payib, texmi sodamizning. Ya biznikiga 3 qanat, 4 qanatliqlar tushdi-ku anida. Onun da mecataqı yok. Sodamizning Ma texmi sel qilirroq chiqib qoldi. karxancha emasmi? İşleriniz texmi ro'naq topsin. Rahmat aka. Rahmat. Bizning bu Şinjan Canan şirketimizdeki meçhenaqachilardan bir yurish ko'ngil sovuqlay uyingizni bir ishlatish. Xohlasangiz ishlatasiz. Rahmat. Anneler şirketten sizin 16 tanımak dükkanınızga her bir dükkanga iki çoğun tağadın bizden yeniden çıkan 4 talı tatma kağıdın soğat kısam kabul kılgaysınız. Rahmat. Tabassum şirketimizden sizge uyda işletilgan kavşan, çoğun sıkımlık kavşandan bir yürüyüş soğat kılımız kabul kılın. Rahmat. Aş to'xu qanot pochaqın aşında ko'shan olsun ayet yaxshi qizitib. İçinde kavcazılar var, toxu kanat, beliq, toxulan bütün silip şağını bulduğun, yeni çıkargan hem tabassum şirketimizdeki toxup kisi. Yani kavşandan bir yürüyüş soğat kılımız. Rahmat. Men endi kasbiy kasal bo'yicha shu tishingiz yana udul tishlashidiki bizga tang o'tparash avvalo bor. Men o'zingizning shu bir tishlash munosabatini o'zgartirganga ya bo'lmasa o'tparashning oldini oldiganga yordam bo'lgan shu davolashni qabul qilsam. O'rnimiz shu Janubiy yili Go'zalqash mehmonxonasining yeniga joylashgan shaxsat eg'iz boshliq ambulatoriyasidan davolash munosabatlaridan bahramand bo'lsangiz. Rahmat. Marketing iltmas qilsangiz va yoki shirkatning mulozimat ishlari bo'lib qolib qolsa, men bir yillik cheksiz mulozimat qilaman. Undan boshqa biz har oyda bir qatam shu o'tir kichik korxonalarga shu hukumatdan o'rlashtirib siyosat yetkazgan bir siyosatlarimiz bor. Masalan, shu korxonalar foydali bo'lgan siyosatlar bu asosan bekorlik mushta ishlar bo'lib qolib qolsa, undan sirt shu marka iqlimlik, bilimlik ishlarini avvallik boshqarish deb Urumchi shahrida bizga maxsus bekitib bergan o'rin bor. Şu tüvellide, şu iklimlik işlerini mesela qoğdaydıgan, doğrab işletildiğan muşta mülazimet olup qolib qolsa, biz sizge bir yıl haqsiz mülazimet qilamiz. Men sizge Güloz şirketimizning sog'lomlik mahsulotidan bir qop sovg'at qilay. Bundan keyingi salomatligingizning texim yaxshi bo'lib, go'zal arzu-armonlaringizga tezroq yetishingizga tilakdoshman. Qabul qilasiz. Rahmat. Karvan Meblag'chilik şirketi Moligirin Abdulla bilan asrash mulozimi sovg'a qilsam mashinangga. Aş davandiki bizning do'kondan shu mulozimatdan bahramand bo'lasan. Bo'ldi, rahmat. Rahmat sana. Rahmat. Biz Şinjan Mihri Meblag'chilik nomidan shu sizning do'konlarning hammasining qaç yuyish mahsuloti bilan ta'minlasak, shu banada bizning shu hozirgidek bir e'lon qilib, Guango hisobida bo'lsa deb o'yladim. Qabul qilsangiz. Bo'ldi, rahmat. Sakar chaqtimizdan sizga ko'ngli bor. Xayr markaliq yuqori besimli to'qqazidan birini ko'ngil qilib olgan bo'lsak, undan sirt
Uy cazları şirketimizning 2000 yillik itibar kartisi. Ko'ngil qilolmasak, qabul qilasiz. Rahmat. 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 Uyingizga shu bir yurish, shu quruq meva yurishliklardan birini sovg'at qilsak, nashtiqa vaqtingizda shu bir ataldi xurmo, ikki taldi anjir yeb qo'ysangizmi, yuriman ichi yersangizmi, chachab qolsangiz, mashlardan bir tetib baqsangiz. Rahmat. Rahmat. Xush kelibsiz. Şinjan Sirli Gül Soğut çekiliş şirketimizden çaç yüzü yoxqa, bədə yüzü yoxqa bir yürüyüş çıxan tavcağından birini, doğruluq puturluqdan birini soğuqlay, qabul qılğaysız. Yaxşımısınız aka, Al-Xumar şirketiga vakolatdan sizga Koreya naisi Al-Xumar qircha zavodida ishlangan Al-Xumar choylaridan 5 yurish bersa, undan keyin yandı mazalsan Al-Xumar açıq sularimizdan 5 yurish so'g'at qo'yasam qabul qilsangiz. Sizlar to'g'rilab shu Al-Xumarning qarchini ishlatayapmiz. Bu semkarlashib birlashtirsak. Rahmat. Baliq ustalarımız nəhayət yaxşı təkliflərini verdi. Mana sizinki karxançı dostlarımızmı size yaxşı qollab verdi. Bunundan keyinki həmkarlıqlarının yaxşı bo'lishini umid qilamiz. Ticaretimizin katta bo'lishini umid qilamiz. Yana Gül Pichanning so'g'isi Nag'ir Sunay dab bilan yetib keldi sahnaga Nazir Kummu sep bilan. Tövəndə Pichan Köroren Naqshi usul teatr ömründən kelgan san'atkorlarimizni qarşılaymiz. Qani qizg'in alqış chavaklarimiz bilan bu mahirlarimizni qarşılasak. Qani, marhamat.
Rahmat. Nəhayət yaxşı nömrədən birini ep kepsizlər. Yana bir qatım qızğın alqış şabaklarımız bilan sizlərə təşəkkürümüzü bildirimiz. Rahmat. Başında qosa özənglərni qaytıb bir tanışdırıb ötən bolsаңlar. Salam ustazlar, karxanchilar. Mush vaqtingizlar xayrli bo'lsin. Men Pishanayli Keroran Naqshusul Umayniki artisti Olimjoyil bo'laman. Bular bizningki Pishan Keroran Naqshusul teatr Umayniki artistlari. Rahmat. Qarşalımız. Şunda coşku ne? Yaxşı, bir yaxşı. coşkun keyfiyet bizimi tırılıp kaldık sizlerden. Abi hayattan edip oturuverip charchab qapti biz o'tiraversin charchab qoldik ki. Bir xil izlab qolganda ham sizlar rasmiy tirildirib atdinglar. Rahmat sizlarga. Yana qanday qiziqchi bo'lsa mayli demamsiz. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Mana mushqitimning o'zida Pichandan chiqib, yermi yo'lga kelib, bo'ron sababidan, havo sababidan bir qaytib ketib, yana qaytadan mushu so'ringa bir hammamizga bir xushallik, bir badiiy zo'q ato qilamiz deb qaytadan yana bir yo'lga chiqib, jafo mushaqqatdan keldi. Undan boshqa bu Pichan Keroran Naqshusul teatr o'migi bilan bizning televiziya stansiyasining bizning nima hamkorlashga vaqtimiz uzun. Azaldan bizning xizmatimizni qo'llab kelayotgan, mayli mashrabda necha son uyada qilgan, undan boshqa mushu mana mushqitimning o'zida hozir yana parda haqida ikki qahramonimiz bor. Birisi Dolqin Tanjang bor. Birisi Dolqin Tanjang hamda ma'lum sababdan sahnaga chiqqanida yana bir muzik ishlagan, shundami? Mushu bolalar hammasi birlikda kelib ma xizmatimizni qo'llab kelibdi. Ko'pdan ko'p rahmat. Çoğun faaliyetler, kiçik faaliyetler, bunlar çoğun kiçik gitme. Benim mu şu Hunsan'da ötküzgen yançağın kuyularımga muş balla bağ mı ya bulanın burun balla. Bular yaş. İş kılıp muşu ümmet. Alimcanlar bağ can. Alimcan nima? Uçada usulçular. Usulçular. Maylak bir iş var. Dep boğucu bular hiç kaçan bir çoğun iş yok. Küçük çoğun iş var, küçük iş var diyen karmaydı. Keliyordu. Kesbi ahlak noktasında ögünüşük tegişlik. Sizlarga ko'p rahmat. Bugungi nomordimmi bek xush bo'ldik. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat, tashakkur. Abida Kuldur programmasi har vaqt sizlarni qarshi oldi. Hamda tövende Abida Kuldur programmasini qo'llab kelayotgan karxanchi do'stlarimizningki bizning bu san'atkorlarimizning qanday yurak so'zlari bor anglab o'tgan bo'lsak. Men Abida shirki vakolatan az bo'lsa-mu sizlarning mushu ketish yo'ldagi butun xarajatinglarni biz shirkat Abida şirketi öz üstüge elişilen birge hemşehirge kelgen her bir aylarning Abida yürüşlük məsuliyyətlərdən öylərinlərə bir mülazimət qılmagan bolsaq, az olsun qəbul qılgan bolsanlar, rəhmət. Qana bizning Annanna şirketininki yüreksizini anlab baqaylı. Şirketimiz sizlarninki kelgan kelib qatnashgan numar o'rinlagan har bir xodimga artistga shu Fransiyadan import qilgan saqalarga yurishlik xonim qizlarga bizning shirkatniki xonim qizlar yurish mahsulotlaridan sovg'a qilib bersam, uningdan sirt shu Pichan Keroran Juyanga 5 million qiymatidagi bizning shirkatniki shu ipak tatmin qog'oz, yo'l qog'oz qatorliq turmushga ishlatilgan buyumlardan bergan bo'lsam qabul qilgaysizlar. Rahmat. Biz Tabassum şirketi nomidan har qaysinlarga bir yurishdan qiyma qilish mashinasi sovg'at qilsak. Yaxshimsizlar, o'sha shaxsiy qizbo'shligi davolash boshqarish cheklik shirkatidagi barliq xodimlarga vakolatan hammanglardan hal so'rayman. Ishinglarning sog'lom bo'lishi uchun mush yerdagi qatnashgan barliq hammanglar 13-inglar ekan deyman. Müştərinki işlərinlərdəki məsələlərini mən haqsız bunu az bolsun, cıq bolsun, oңşub etsəm. Japa tatib sizlarga rahmat. Vaz kechmay tuni-kun buran chopqondan yana chiqib sizlarga bugun xush bo'ldik. Mening boshqa mulazimat asosli bizniki. Hamda ko'nglim shu do'yin subsida alqishlik erishgan maslahatimiz bor, mush koinot deb. Har biringizga bir yushdan adresini qoldirib qo'ysanglar, men Arlıq sizlərə mandırıb berək, həmən adresqa bir tutaş qılıb. Rahmat. Güloz şirketimizin sağlamlıq məhsulatıdan ərlərə, əmmanlarga bir qapdan ərlər yürüşlüküdən, ayallar yürüşlüküdən soğat qısam qəbul qılanlar. Mana bugün sizlər nəhayət japalıq bolğan bir nomorunu əp gəpsizlər. Nəmiş digə vaxtda sənətkar olğadan səhnəyə bir
özümüz yaxşı ko'rgan bir numarını bir berib alsak şu sahnada nurg'un san'at suyar kishilarimizga bir ko'rsatib alsak xo'sh bo'lamiz. Shu maqsadda nihoyat jafoliq sharoitda kelibsizlar. Şuna mening ko'ngil so'g'an bo'lsa, men bayan numar o'rlagan vaqtda bizning korxonchilarimiz bir munch ko'ngil so'g'atlarni berdi menga. Şuna ana shu ko'ngil so'g'atlarni sizlarningki yetaklab kelgan o'mak boshlig'i To'lqin To'njang nomidan sizlarga yetkazib bermoqchi. Rahmat. Rahmat. Yaxshimsizlar, barliq mayırlar, xush kelibsizlar, armag'aysizlar. Shundoq huzurlandik o'rlab bergan nomerlardan. Menmo shu Şinjang Canan Pan texnik cheklik shirkatimizningki shu kristal yurishliklaridan har biringlarga bir yurishdan ko'ngil so'q qilsam, qabul qilasizlar. Karvan Meblag'chi şirketi nomidan Moligir'in Abdullah'ı bilen maşinalarga. Küldür küldür, elni küldürer. Ekran aldığındaki kadirli körümenler, körü atqınanlar, 4. karar Abide Küldür Küldür programımızdı. 4. karar Abide Küldür Küldür programımızdan xas namını Abide şirketi öz üstüge aldı. Programımızda Şinjang Canan Pen Texnika Import Export Tekstil şirketi alayda talep kıldı. Programımızda Şinjang Annanna Halkara Soğuk Tekstil şirketi alayda kollagan. Küldür küldür, elni küldürer. Hürmetlik bahalıqçı ustazlar, naq meydandaki karxançılar, programımızga yirak yakından qadam təşrif qılğan sanatkarlar, mahirlar. Bugünkü programımız vaqt münasibəti bilan bir şeydə axırlaşmaqçı. Abide Küldür Küldür programımızı xalqımızga xuşalliq va kulki ata qiladigan nadir programma. Karxançılarımızdan özünü təşviq qiladigan amaliy qimmati bor, ko'ngildagidek yaxshi sahna. Sanatkarlarımız özünün xalqimizga bo'lgan eng isil so'g'isini taqdim qiladigan qimmatlik programma. Biz hemimiz birlikte bu isil programını barliq kuchimiz bilan qo'llaydi. Birlikte taraqqiy qildiraydi. Bu san programımız bu yerda oxirlashdi. Külgen çıraylık desa, küldürgen qalb texmi çıraylık deydigan, her vaqt bizning kulgimizga, xushalligimizga sabab bo'lgan muhtaram ustozlarimizga, programmamizga qatnashgan sanatkor mahirlarimizga minnatdorligimizni bildirgach, bu san programmamizni mushada oyoqlashtirmoqchimiz. Kelar san programmamizga ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Oyununa, soxta